Turishidan juda ham xavfsiz ko'rinadigan, lekin vaziyatlarda ayirib yuboradigan futbolchi. Sindir uni deb ovoz kelgan edi, ana shunda deb aytganman. Federico Valverde. Himoyachilik vazifasini ham juda ham yaxshi o'taydigan futbolchi. Bu o'yinchini siz juda ham yaxshi ko'rasiz. Real Madrid safidagi hozirgi eng zo'r o'yinchilardan biri, Kroosning davomchisi deb ataladi. Buning udarlari bu yil faqat trendga chiqyapti. O'tgan yil ham xuddi shunaqa edi. Faqatgina bitta narsa uni o'yinni pasaytirishga sabab bo'lyapti. Bu nima deb o'ylasangiz, bu juda ko'p o'yin. Har o'yinda Federico Valverde bor. Juda ko'p o'yin amaliyoti berilgandan keyin shu hodisa bu futbolchida bo'y o'tkazishyapti. Charchoq alomati bor.